Bugun biz achchiqqina yaponcha salat tayyorlaymiz. Buning uchun kerak bo'ladi 2 bodring, 2 pomidor, 200 gram go'sht, 1 piyoz, yarim bog' ko'k piyoz, yarim bog' kashnich, 2 dona chesnok, yarimta qizil bolgarskiy, yarimta ko'k bolgarskiy, 1 choy qoshiqda kashnich, 1 choy qoshiqda tuz, yana soya kerak bo'ladi 4 qoshiq, 2 osh qoshiq, bizga yana yog' va ozgina ta'bga ko'ra achchiq qalampir maydalangani kerak bo'ladi. Birinchi ishi bodringlarimizni uzunchoq qilib to'g'rab, uni tuz bilan sepib aralashtirib qo'yishdan boshlaymiz. Bodring tenkiga bo'lib, mana shunaqa uzunchoq qilib to'g'rab olamiz, kattaroq qilib. Mana bodringga yarim choy qoshiq tuz solib, aralashtirib qo'yib qo'yamiz. Keyin endi go'shtlarimizni ham xuddi shunaqa uzunchoq qilib to'g'rab olamiz. Uni soyalar bilan marinovka qilib qo'yamiz. Mana go'shtni ham xuddi bodringga o'xshab katta qilib uzunchoq qilib to'g'rab oldik. Endi buni hozir marinovka qilib qo'yamiz. Go'shtimiz pishgan go'sht. Mana sosini tayyorlab oldik. Bunga 4 osh qoshiqda soya, 2 chesnok, tverkadan chiqarib oldik. Keyin kashnich urug'i 1 choy qoshiqida, ozgina tuz va ozgina qalampir. Kichkina choy qoshiq ichida ozgina qalampir soldik. Agarda achchiq xohlaydiganlar qalampir, maydalangan qalampirni sal ko'proq solishi mumkin. Masalan, yarim choy qoshiq solishi mumkin. Shu masallig'imizga normalniy bo'ladi. Shuni endi aralashtirib, sosimizni go'sht ustiga solib aralashtirib qo'yamiz. Go'shtga maza kirib turadi. Mana sosimizni solib aralashtirib qo'ydik. Biz yana 1 osh qoshiqda to'la soya soldik. Sosimiz ozgina kamlik qildi. 5 osh qoshiq soya solindi shunda. Endi buni chetga olib qo'yib, pomidori, birinchi bolgarskiy 2 mana qizil bilan ko'k bolgarskiyimiz bor, o'shani, keyin piyoz to'raymiz hozir. Piyozni ham teng o'rtasidan bo'lamiz, kundalangiga mana shunaqa kattaroq qilib to'g'rab olamiz. Bolgarskiylarni ham mana shunaqa uzunchoq qilib to'g'rab olamiz. Mana qizilni ham, ko'kni ham uzunchoq qilib to'g'rab oldik. Endi skarotkамizga yarim cho'mich yog' solib, bularni chala qo'rib olamiz. Mana piyoz soldik, qo'rish boshladik. 1 minutga qo'ramiz chalagini, keyin bolgarskiylarni solamiz. Ularni ham 1-2 minut qo'rib, ozgina tuz sepib o'chiramiz gazimizni. Gazni o'rtacha olovga qo'yamiz, pastroq qilib. Endi mana ozginagina aralashtirdik, ozgina tuz sepamiz, aralashtirib o'chiramiz. Pishib qolish kerak emas, chalagina bo'lishi kerak, tiriroq bo'lishi kerak. Unaqa pishib qolish kerak emas. Az tirik bo'lishi kerak, qisir-qisirligi qolishi kerak. Mana bodring suvlar chiqdi, bu suvlarni to'kib tashlaymiz, bizga kerak emas. Pomidorlarni teng o'rtasidan bo'lib, ichidagi suvliroq joylarini olib tashlaymiz. Bularni ham uzunchoq qilib to'g'raymiz. Mana bodring ustidan pomidor soldik, endi ustidan boyagi bolgarskiylarni solamiz. Mana bolgarskiylarni ham soldik. Endi buni ustidan boyagi go'shtimizni, soya sosga aralashtirib qo'ygan go'shtimizni solamiz. Endi ko'katlarimizni ham kattaroq qilib to'g'raymiz. Mana ko'katlarimizni ham shunaqa kattaroq qilib to'g'raymiz. Mana deyarli tayyor bo'ldi. Buni ustiga 3-4 tomchi 10% sut solib, yaxshilab aralashtiramiz. Juda ham mazali, achchiqqina ishtahochar salat bo'ladi. Yaxshilab aralashtiramiz. Keyin agarda soyasi bilan tuzlariga qaraymiz, kam bo'lsa solamiz. Mana ishtahochar, mazali zo'r salatimiz tayyor bo'ldi. Buni tarelkalarga solib, salatnisalarga solib, ustiga kunjut sepsak ham bo'ladi.